Azizlar, barchaga assalomu alaykum. Ortda qolgan 2025-yil klinikamiz hayotida muhim voqealarga hamda natijalarga boy yil bo'ldi. Bugun sizlar bilan ushbu videoda ortda qolgan 2025-yilni sarhisob qilamiz. Qani ketdik. Birinchi eng katta erishgan yutuqlarimizdan biri bu har oy klinikamizga muntazam ravishda rossiyalik professorlarni qabullar hamda operatsiyalar o'tkazish uchun taklif qildik. Bulardan lor bo'yicha Chernyshevich Igor Ivanovich hamda urologiya bo'yicha Oleg Olegovich Burlaka hamda xirurgiya bo'yicha Aleksandr Yevgenovich Neymar singari professorlarimiz klinikamizda murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazishdi. Ortda qolgan 2025-yil klinikamizda unutilmas yil bo'lib qoladi. Sababi klinikamiz ushbu yil davomida o'zini 10 yillik yubileyini nishonladi. O'tgan yillar davomida klinikamizda 30 mingdan ortiq operatsiyalar muvaffaqiyatli amalga oshirishga erishdik. 10 yilligimiz munosabati bilan o'tgan yil davomida har oyning 10-sanasida lor bo'yicha ko'ruvlarimizni mutlaqo bepul qilib o'tkazdik. O'tkazilgan ko'ruvlar natijasiga ko'ra 3 mingga yaqin inson bepul ko'ruvlarda ishtirok etdi. Bu natijalar jamoamiz mehnati hamda siz aziz bemorlarning ishonchini natijasidir. Bizga ishonch bildirganingiz uchun rahmat etib qolamiz hamda kelgusida sog'lig'ingiz yo'lida birgalikda qayg'uramiz. Sog'lom avlod klinikasini kuzatishda davom eting.